O'rtoqlar, ko'pchilik ofis va xonadonlarni isitishda panel radiatorlardan foydalaniladi, lekin buni zamonaviy yechimlari ham bor. Hozir sizlarga fan ko'ylarining yangi turlarini ko'rsatmoqchiman. O'rtoqlar, sizlar ko'rib turganingiz fan coil deb ataladi. Bu radiatorlarning bitta turi hisoblanadi. Fan degani ventilyator, coil degani radiator degan ma'noni bildiradi. Ko'pchilik bu fan coillarni mehmonxona va ofislarda ko'rgan bo'lishingiz mumkin, lekin hozirgi kunda xonadonlarda ham ishlatilyapti. Sababini tushuntiraman. Radiatorlarga nisbatan 5 barobar effekti kuchli hisoblanadi. Ya'ni xonadonni isitish effekti ventilyator orqali bo'lgani uchun juda ham kuchli isitadi. Bundan tashqari buni afzallik tomonlaridan biri shundaki, buni nafaqat isitish tizimida, balki xonadonlarni sovutish tizimida ham ishlatsanglar bo'ladi. O'rtoqlar, aytib o'tganimizdek, fan coillarni sovutish tizimlarida heat pump va chillerlarga ulagan holatda xonadon ofislarni sovutishimiz mumkin bo'ladi. Katyollarga ulagan holatda esa xonadon ofislarni isitish imkoniyatini beradi. O'rtoqlar, Aquagold kompaniyasining Shivaki brendi ostida ishlab chiqariladigan fan coillarning afzal tomonlarini hozir sizlarga ko'rsatmoqchiman. Bu fan coillar Napolning fan coillar deb ataladi. Ya'ni pol ustida turadigan fan coillar qatoriga kiradi. Bu fan coillarning oldi qismi oynali qilib ishlab chiqarilgan. Oynalari kolonli hisoblanadi. Oynalarini ko'rib turganingizdek, mijozlarimizdan buyurtmalariga asosan xohlagan dizaynda ishlab chiqarish imkoniyatini beradi. Katta kompaniyalar o'zlarining ofislariga demak, shaxsiy brendlarini yozdirish imkoniyatlari bor. Yana bitta narsani ko'rsatmoqchiman. Xorazm shahrida qurilayotgan yangi mehmonxonaga milliylik asosida demak dizayn yaratilgan ushbu fan coilni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Demak, aytmoqchi bo'lganimizki, mijozlarimizning buyurtmalari asosida istagan tasvirlarni yoki brendlarni tushirib berish imkoniyatini beradi. Bu fan coillarimizning afzal tomonlari yana shundan iboratki, sensor boshqaruvli pultga ega, o'zida joylashgan. Bundan tashqari jaluzilari magnitli qilib ishlab chiqarilgan. Osongina olinadi, havo yo'nalishini osongina o'zgartirish imkoniyatini beradi. Undan tashqari ko'rib turganingizdek, radiatorlari Fingold radiatorlari hisoblanadi. Ya'ni issiqlik almashuvini yuqori bo'lgan radiatorlardan bittasi hisoblanadi. Fan coillarimizda maxsus o'zini filtrlari bor. Bu filtrlarni demak quyi qismidan osongina olib, tozalab, yana joyiga qo'yish mumkin bo'ladi. Bu fan coillarimizda demak xonani havosini changlardan tozalashda ham katta yordam beradigan uskuna hisoblanadi. Fan coillarni ishlab chiqarishda servis ko'rsatishni ham inobatga olinadi. Shuning uchun montaj ishlarida yoki servis ko'rsatishda oson bo'lishi uchun fan coillarning yon tomonlarini olinadigan qilib ishlab chiqariladi. Ya'ni servis ko'rsatish juda ham qulay hisoblanadi. O'rtoqlar, bu fan coillarimizning o'zini maxsus oyoqlari bor. Lekin mijozlarimiz tomonidan devorga osish istaklari bo'ladigan bo'lsa, demak, devorlarga osish uchun maxsus o'zini kranshtaynlar uchun joy qoldirib ketilgan. O'rtoqlar, bu fan coillarimizda 1.3 kilovatdan 10 kilovatgacha, ya'ni 10 kvadrat metrdan 100 kvadrat metrgacha bo'lgan ofis va xonadonlarni sovutish va isitish uchun turli xil modellarda ishlab chiqariladi. Kimga shunaqa premium klassdagi modellarimizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, quyidagi raqamlar orqali aloqaga chiqishingiz mumkin bo'ladi.